O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan Dolzarb 100 kunlik dasturi doirasida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda jurnalistlar, soha mutaxassislari hamda mas'ul rahbarlar ishtirok etdi. Qazib chiqarish va qayta ishlash hajmlarini ortishi natijasida sanoat mahsulotlari qiymati 11,6 trillion so'mga yetdi. Bu o'tgan yilgi rejaga nisbatan 106% tashkil etadi. Eksport faoliyati ham ijobiy dinamika kuzatildi. Qayta ishlangan mahsulotlar ulushini ortishi va tashqi bozorlarda yuqori bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berish hajmining kengayishi natijasida eksport qiymati 162 million dollarni tashkil qildi. Bu rejaga nisbatan 130% tashkil etadi. Anjumanda dastur doirasida amalga oshirilgan ishlar jumladan geologiya, qidiruv, burg'alash, qazib chiqarish va investitsiya yo'nalishlaridagi natijalar haqida ma'lumot berildi. Natijada yaqin va o'rta muddatli istiqbolda ishlab chiqarilgan hajmlarni yanada oshishiga zamin yaratmoqda. Shuningdek, jamiyat tomonidan amalga oshirilayotgan shu iqtisodiy transformatsiya natijasida mana birinchi chorakda o'zida 2,5 trillion so'mlik samaraga erishildi. Ta'kidlashicha, dastur doirasida xarajatlar qisqartirish, energiya samaradorligini oshirish va ishlab chiqarish hajmlarini ko'paytirish bo'yicha muhim natijalarga erishilgan. Mutaxassislar tomonidan jurnalistlarning savollariga batafsil javob berildi. Matbuot anjumani ochiq muloqot va hamkorlik tarzida o'tkazildi. Aholimizdan aksariyat qismi naqd puldan, ya'ni kartadan foydalanmaydi. Naqd pulini kartaga tashish uchun bankomatlardan foydalanyapti. Oddiy aholi qanaqadir ilovalarni bankani boqyapti-da. Bu boqib aytgan. O'shanga sizlar tashkilotdan o'zingizlar mobil ilova ochib turib, turli xil haydovchilik skidkalarda, bonuslarda, qulayliklar yaratib bersanglar qanaqa bo'ladi? Bilaman, bu 100% sizlarni yelkaga emas, hamkorlikda ishlasanglar. O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatning energetik xavfsizligini mustahkamlash, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va sanoatni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.